الرحيم. Odamlarni ishlatib pulini bermayotgan odamlar yaxshilab eshitib qo'ysin. O'sha uyda o'tirishi bor. O'sha uyda baraka topishi bor. O'sha uyda bola chaqasini unib o'sishi bor. Mana shu narsani o'ylaydimi ular? Ana shu xizmatni qilgan usta norozi bo'lib qarg'ab chiqib ketdimi? Ikki dunyo baraka topmaysan. Tosh ustani rozi qilmaguningcha. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ustani ishlatib peshonasidagi teri qurimasdan turib pulini beringlar, haqqini beringlar. To'g'rimi? Mashina ustalari ham aytib qo'yaylik, sizlarda ham kechada rosa malomat qildik, kraskachilarda, boshqachilarda. Ishlatib qo'yib, bir yurib kerak deb chiqadi, bo'ldi, yo'q shu bilan. Zapchasi ham o'zi kim qo'ygan? Usta olib qo'ygan. Zulmdan qo'rqaylik, birodarlar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida Misrga Amr ibn al-Os roziyallohu anhu vali bo'lgan. Misr musulmonlarning qo'lida